Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi brifing Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisi yakunlariga bag'ishlanadi. Eslatib o'tamiz, majlis palataning veb-sayti hamda YouTube video hostingidagi rasmiy kanali orqali jonli efirga uzatildi. Unda 10 ta masala ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Hozir ularning asosiylarining ahamiyatiga to'xtalib o'tamiz. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishdagi zarar qoplanishi taklif qilinmoqda. Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish to'g'risidagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan 3-o'qishda qabul qilindi va Senatga yuborildi. Unga ko'ra, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini sug'urta qoidalariga asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda tabiiy ofatlar, yong'in, o'simliklarning kasalliklar zararkunandalaridan talofat ko'rishi, chorva hayvonlarining yuqumli kasalliklardan nobud bo'lishi va zaharlanishi, yovvoyi hayvonlar tomonidan ekinlarning payhon qilinishi yoki qishloq xo'jaligi hayvonlariga zarar yetkazilishi bo'yicha sug'urta shartnomalarini tuzish ko'zda tutilmoqda. Shaxsiy va xo'jalik ehtiyojlar uchun sutkasiga 5 metr kubgacha bo'lgan yer osti suvidan foydalanishda tegishli imtiyoz berish taklif qilinmoqda. Yer osti suv resurslarini muhofaza qilish sohasini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi 3-o'qishda qabul qilindi. U bilan yer osti suvlariga quduqlarni qonunga xilof ravishda burg'ulash va xavfli geologik jarayonlarning oldini olishga doir ko'rsatmalar talablarini bajarmaganlik uchun javobgarlik belgilash, hisoblash vositalarisiz yer osti suvlari olinganda soliqni belgilangan soliq stavkasining oshirilgan miqdorda undirish nazarda tutilmoqda. Deputatlar tashabbusi bilan kiritilayotgan yengillashtiruvchi normaga ko'ra, qonun loyihasida jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy va xo'jalik ehtiyojlar uchun sutkasiga 5 metr kubgacha bo'lgan hajmda yer osti suvlarini yakka tartibda olishga nisbatan tegishli imtiyoz berildi. Ya'ni qonun tashabbuskori tomonidan kiritilgan taklifda yer osti suvlaridan foydalanuvchilar tomonidan suvni hisobga olish vositalarisiz suv olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasining 5 baravar miqdorda undirilishi belgilangan edi. Deputatlar taklifi asosida normalar yengillashtirildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan tahrirga asosan ushbu norma jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy va xo'jalik ehtiyojlar uchun sutkasiga 5 metr kubgacha bo'lgan hajmda yer osti suvlarini yakka tartibda olish hollariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Harbiy hisobni yuritish tizimi raqamlashtirilmoqda. Birinchi o'qishda qabul qilingan umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi bilan fuqarolar sarson bo'lishining oldini olish maqsadida harbiy hisob ishlarini yanada takomillashtirish, harbiy xizmatga majburlarni harbiy ro'yxatga kiritish va undan chiqarish tizimini raqamlashtirish, davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan harbiy ro'yxatda turgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni Mudofaa vazirligiga axborot tizimlaridan foydalangan holda taqdim etish tartibini joriy etishga qaratilgan o'zgartirishlar kiritilmoqda. Majlisda shuningdek yana bir qator qonun loyihalari qizg'in muhokamalar asosida qabul qilindi. Yana bir yangilik haqida aytib o'tmoqchimiz. Qonunchilikdagi jarayonlardan aholining barcha qatlamini xabardor qilish maqsadida Qonunchilik palatasi yalpi majlisi jonli efir endi surdo tarjimasi orqali uzatilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.